Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch Sputnikda bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Bu tarafdan giradigan bo'lsak, asfaltdan girib kelganimizdan shu joyimiz bo'ladi. 3 etajli kvartira. Joyimiz fasadlari 100% bitilgan, oldinda parkovkalari bor, 100% kanalizatsiya ko'cha tarafiga chiqqan. Bu tarafdan arka qismini o'tadigan bo'lsak, parkovkalari joylashgan. 100% ta'minlab bitirib beriladi. Kvadrat metrlar ham ajoyib. Joyimiz fasadlari ishlangan, ajoyib etib. Qaysi ichki qismine giradigan bo'lsak, lestnitsalarni ham ajoyib etib shaklda ishlab beriladi. Har etajda 3 xonadondan ekan. Podключ etib topshiriladi, xudo xolasa. Fasadlarni ham ajoyib etib zotib, ichkaridan ham ajoyib etib zotib beradi. Qancha ichkari qismine giradigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi etajimizga yetib keldik. 3 etajli domning ikkinchi etajida 3 xonali kvartira obunachilar. Bir ergeneklarni qo'yib beriladi. Zinamiz murabbo bo'ladi. Ajoyib. Devorlari ajoyib bundan ishlanadi. Ustalar ishlab turibdi. Joyimiz kvadrat metri 100 kvadrat metr, hurmatli yurtdoshlar. 3 xonali kvartira. Girganimizdan shunday ulug' hol 3 xonali kvartira. Ben tarafimiz sanuzel bo'ladi, bu yerda rakovnamiz, on tarafda detis spalni, bu yanda kuxnimiz, bu yerda holimiz ulug', bu yan tarafda detis spalni, bu yan tarafda zalimiz. Biz 10 tarafdan başlayız, hurmatli yurtdoshlar. Zalimiz 2 balkon skvoznoga tushgan, toza dumda, aynaları imzo. Ajoyib. Yine atachento kraskada bo'ladi dedilar. Обои ham bo'ladi. Patologlarimiz naturalniy patolog, lyustrada asıladi ajoyib bundan. Oyoq tiylarimiz yine stashga bo'lgan, to'pli bo'lan bor, и registran bor. Hurmatli yurtdoshlar, mening bahada hali hech kim joy bermaydi. Qarabga bahada 3 xonali kvartira. Yine şu yo'ldan girgandan, hurmatli yurtdoshlar, bir de diğer to'yxona, mektep, bog'cha, hamma narsa bor edi. Fasatlarga ko'ring, fasatlarning ajoyib etib ishlangan. Aynalar, imzo aynalar. Billardan erganak qo'yib beradilar shotga. O'rtalikda joylashgan 3 xonali kvartira, hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib etib remontdan chiqarib beriladi. Remontini gap yo'q. Bo'ladi, xudo xolasa. Plitalar bilan bosilgan. Montajlar ham yaxshi sifatli montajlardan bo'lgan, hurmatli yurtdoshlar. Mizlari yan taraf spalnimizga kiradigan bo'lsak, spalnimizdan yangi registr tashab ketilgan, yaxshi narsalarda ishlatilgan bitin. Hozir ustalar ishlab bitdi. Xudo xolasa hafta 10 kunda bitirib beradi. Enkayizlar ham yaxshisidan, originalidan qo'yilgan. Hozir shpoqlab ko'rib ajoyib etib ustalar ishlab bitdi. Uyg'unni ko'ringlar, uyg'un rona tep-tez kaststvo bilan ishlab bitdilar. Her xonamizda avtomatlar bir yere joylashgan. İşten girgandan o'shada ulug' panoramik ayna tushadi. Ajoyib. Yani 3 aynalı ajoyib bundan tushadi. Bir de rakovina bo'ladi, shkafi tiyindan açıp regulab ketadan joyi bo'ladi bu yerda, hurmatli yurtdoshlar. Bir de to'pli polimiz bu yerda bor. Bir to'pli pol, kuxni to'pli pol, şu girish xotimiz to'pli pol. Qag'aylar registr
registr bo'ladi. Yine bir tarafımız sanuzel, da patolog açalı kafe, patologumuz plastik, demoxotlar bor, rakovina, hamma narsasini qo'yib beradi xullas. Patkulish g'olisini o'zingiz döşeysiz, qimmat berib parketning polundan döşep beradi hurmatli yurtdoshlar. Bitgandan keyin tez ketadi bu. Hozir biza duruşunu ko'rsatib turibmiz. Pishgan kavushdan solingan bu hurmatli yurtdoshlar. Xom aralashmagan. Ajoyib edi. O'zining parxobkasi bor, kanalizatsiyalari ko'cha tarafga chiqqan. Bu yon tarafimiz kuxni, bu yon tarafimiz detskiy spalniy. Spalniyimiz ham uluchka razmeri. Oyoqlarimiz tashkillangan joyi. Ajoyib ishlatishni. Bitgandan keyin xudo xolasa remont bo'lgandan keyin ham chiqaramiz. Hozir remont bo'lmagan durib ham sotiladi. Bu yerda mestasi zo'r. Bog'cha, maktab, hamma uslubyasi bor. Zo'r mestada hurmatli yurtdoshlar. Mestasi diğer to'yxona. Bu yerda mebelni o'zingiz qo'yasiz, o'zingiz dedingizdagi mebel qo'yiladi. Montajlari zo'r etib aytilingan. Kanalizatsiya to'g'rilari kelib turibdi. Yan tarafda dukotinli kartonlardan qo'yib beriladi, hurmatli obunachilar. Chatollari yaxshisidan qo'yilgan, hurmatli yurtdoshlar. Men gap yo'q, beraylik. Aynamiz imzo yaxshisi aynalar. Bu yan tarafda minik balkon bor. Balkondan mushukka beriladi. Bu yerda parxobkasi bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Oldindan bo'ladi, arkasidan bo'ladi. Endi staj ketib, ajoyib sudur midonati tuzatib beraman dedi. Chizib qo'yadi, sori palasa bilan mashina qo'yish uchun. Uning o'zi bir joyda 9 xo'jalik yashaydi. Shuni 13 odamga moslab parxobga qo'yib beraman dedilar, mashina qo'yish uchun. Joyimizning bahosini keladigan olsak, 5,5 milliondan patkulich hurmatli yurtdoshlar. Patkulich hech kim aytmaydi bu bahodan. Patkulich holda topshirib beraman dedilar. Joyimiz kimga ma'qulligi bo'lsa, pastdagi telefonlar bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga shunday joyini olish nasib etsin.